Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2025-yil 8-mart ayollarimizni, onajonlarimizni, xotin-qizlarni bayrami. Ayollarimizni hammamiz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bunday bayramlardan ko'pini ko'rib yurmakka nasib etsin. Ro'za ayyomlarida ro'zalarga yana bir marta tabriklayman. Hamma ro'za tutganlarni Allohim daryoyida savobidan bahramat etsin. Bugün 8-mart kuni xudo xolasa Spark izlab obunachilarimiz uchun egalardan Spark gap turibdi. Spark so'rab yurgan do'stlaringiz, alaman deganlaringiz bo'lsa, yuborib qo'yishni unutmaysizlar. Hurmatli obunachilar, videoni boshida aytib o'tamiz. Like, podpiska bo'lmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz, like ni esdan chiqarmaymiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark aksiya 2-pozitsiya ballonlari o'rta holatda. Mana egalardan Sostanasi ajoyib, pisochni stoplar qo'yilgan, mezgar poplari bor, shumchalar ishlangan. Yana krelning sho'rinda petno bor ekan, hurmatli obunachilar, ko'rsatib o'tamiz uni. Mashinamizda gap bo'lishi mumkin emas, ikki holatlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yana hurmatli obunachilar, obshikkalari kirchilgan emas, torpedalaridan bunday kirchiq-pirchiq yo'q. Akkurat haydalgan mashina. Üzerimizde yılatlı jo'rali mashina bu. Mashina gap bo'lishi mumkin emas. Probegine keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 300 mingga borib qolibdi. Halol yurgan probegi. Mashinamizda rasxod yo'q, motor hadoyatida hech qanday ish yo'q. Konditsionerlari ishlab turibdi, hurmatli obunachilar. Barter xizmatlarimiz bor, kredit variantlarimiz bor. Mashinamizning bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 75 million so'm aytib turibdi. 75 million degan bilan ustunda kelishamiz, savdolashamiz. Boshqa aytamiz, egalar bilan savdolashamiz. Mashina Mirobod avtosavdoda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Videolarimiz yoqsa like bosasiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lman.